Hurmatli qishloqlar, mana bugun janozadan keyin Tashmand bobomiz ham murojaat bilan chiqdi qishloq ahlimizga. Men ham shu bobomiz qatori qishlog'imiz ahlidan iltimos qilardim. Ertangi dushanba kuni bo'ladigan hasharga mana shu xonaqoning qurilishiga biroz oldin tushuntirib aytdik qishlog'imiz nima maqsadda ishlatilishini. O'shaning uchun bu xonaqamiz inshaalloh nima edi, qishlog'imizni barcha oilasiga, barcha mana shu qishloqda yashayotgan ahlimizga, qishloq ahlimizga xizmat qiladi inshaalloh. O'shaning uchun o'shani hisobga olib turib, barchalaringizdan iltimos qilardik. Kelingizlar dushanba kuni hasharda aktiv bo'laylik, ishtirok etaylik. Undan tashqari mana shu qurilishiga imkon qadar kimda qancha imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ehsonimizni ham ko'paytiraylik. Chunki bizga asosiy qurilishimizni xarajatiga kelib taqalib qoldi. Mana xudo xolasa dushanba kuni asosiy ishlarimiz o'sha beton ishlariga, kolonna, regel ishlariga, sement ishlariga, qurilishiga taqaldi. Xudo xolasa bizga ko'proq ish kuchi kerak bo'ladi, mablag' tarafdan ko'proq yordam kerak bo'ladi. O'shaning uchun sizlardan iltimos, misol uchun bir yerga borib, oddiy bir bozorga boradigan inson ham bir yerga borib bir 4 ta og'aynisi bilan obed qiladigan bo'lsa, ujin qiladigan bo'lsa ham o'shanga eng o'ldim degani 100 ming, 150 ming xarajat qiladi. Insonlar, akalar, ukalar, uzoqda o'ylaylik, oxiratimizni o'ylaylik. Oxiratimiz uchun ham biroz nima edi? Savob ishlardan, xayrli ishlardan nima edi? Yig'aylik. Jonimizga ishonch yo'q. Alloh qachon rizq nasibamiz tegadigan bo'lsa, bugun tugasa, bugun erta tugasa, ertaga omonatimizni topshiramiz. O'lim xalq. O'shaning uchun xayrli ishlarni ko'paytiraylik. Akalar, ukalar, bir bozorga borsanglar, bugun mana shu nima edi? Xonaqo qurilishi o'sha pulni beraman, bugun obed qilmayman. Shu obedimni uyda oilam bilan birga qilaman deb bir xolis niyat qilinglar. Inshaalloh Xudo xolasa Alloh sizlarni o'rniga o'sha qilgan ehsonlar o'rniga undan ortig'i bilan birlariga ming berib to'ldirib beradi inshaalloh. O'shaning uchun sizlarga yana bir bor iltimos, xonaqamizga bo'ladigan ehsonlaringizni ko'paytiringlar. O'shangi kunga hasharlarimizda aktiv ishtirok etinglar. Yana bir bor usta akalarimizga katta rahmat aytaman. Ham barchalarimizga Alloh rozi bo'lsin. Allohim barchamizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Charchamangizlar.